Amerika hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissariyatining Uyg'urlar haqidagi doklatiga inkos qaytardi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 1-sentyabr kuni maxsus yozma bayonot e'lon qilib, Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlar a'zolariga qilayotgan kishini qattiq cho'chitadigan muomalasi va xo'rlashlarini tasvirlab berilgan bu muhim dokladning e'lon qilinganligini qarshi oladiganligini ta'kidlagan va mundaq degan. Bu doklad Xitoy hukumat organlarining Uyg'urlarga va Xinjiangdagi boshqa oz sonli millatlar va diniy e'tiqod qiluvchi ommaga qarshi elib berilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqidagi andishlarimizni cho'nqurlashtirdi va isbotladi. Ommaviy taratqularda tarqalayotgan silla Xitoyning Sharq Turkistonda atalmış virusga qarshi turish tadbirlari nomida qilinayotgan zulmning qaysi darajaga berib yetganligini ko'rsatib berdi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Robiya Qodir xonim Xitoyning asli maqsadining irqiy qirg'inchilikni davomlashtirish ekanligini, yig'ilish lagerlaridan amon qolgan kishilarni virus bahonasi bilan tutib kelayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Robiya Qodir xonim bütün dunyodagi Uyg'urlarni o'zlari turishliq davlatlarning tashqi ishlar ministrligiga va Xitoy elchixonalariga maktub yozib, Sharq Turkistonda yig'ilish lagerlariga qamalgan va virus bahonasi bilan tutib ketilgan Uyg'urlarni qo'yib berishni talab qilishga chaqirdi. Germaniya hukumati Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquqqa hurmat qilishga va xohlagancha qo'lga ilinganlarning hammasini darhol qo'yib berishga chaqirdi. Germaniya Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan yozma bayonotida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarining Sharq Turkistonning vaziyati to'g'risidagi doklatidan rozi bo'lganligi bildirildi. Bayonotda mundaq deyildi: Biz Xitoy hukumatini Xinjiangdagi har bir kishining kishilik huquqiga to'liq hurmat qilishga chaqiramiz. Xohlagancha qo'lga ilinganlarning hammasini qo'yib berish kerak. Biz Xitoy hukumatining eng og'ir kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risidagi ayblashlarni mustaqil tekshirishga yo'l qo'yishni yana bir qatim talab qilamiz. Rossiya energiya shirkati Gazprom Shimoliy Iqin birinchi turba yo'lidagi kashila o'ngshalmag'icha Yevropaga tabiiy gaz eqishining butunlay to'xtaganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan G7 moliya ministrlari Rossiya neftiga baho cheklamasi qo'yish planini tasdiqlaganligini e'lon qildi. Egilinishcha, Rossiya va Xitoyning harbiy paraxotlari Vostok 2022 strategik harbiy manevrning bir qismi sifatida Yaponiya dengizida uchrashgan. Ma'lum bo'lishicha, tunugun boshlangan Vostok, ya'ni Sharq 2022 nomli bu manevrga Rossiya, Xitoy, Hindiston va Ozarbayjon qatorliq 14 davlatdan kelgan askarlar va harbiy ko'zatchilar qatnashgan. Bermada yuz bergan siyosiy o'zgarishda armiya hokimiyatini o'tkazib olgandan keyin qo'lga ilingan rahbarlar Aung San Suu Kyi saylamda aldamchilik jinoyati bilan sotlangan sotdimi gunohkor deb bekitildi. Suu Kyiga yana 3 yil qamoq jazosi berildi. Buning bilan Suu Kyi jami 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bo'ldi. Türkiye İçki İşler Ministri Süleyman Soylu bilen Muhit, Şehir Qurilishi va Klimat o'zgarish ministri Murat Qurum kelkunning ta'siriga uchragan Pokistonning Batin shahrida havodan tekshirish ilib bordi. Egilinishcha, Soylu bilan Qurum Islomoboddagi ziyoratidan keyin Sindi o'lkasining Batin shahriga qarab ushgan.